Eme sünnet namaz özü bizde farz namaz var, sünnet namaz farz emas da. Az sünnet bo'ladi, so'rg'in bo'ladi. Ana biz o'sha sunnatlarni qaltirib o'qishga harakat qilamiz. Ana bir o'qiysa nega o'qiysa ushpaymiz dedi. O'shaning uchun o'qiymiz o'qiyveramiz deb aytamiz. Ha, shamdan oldinda ertaroq sünnet bor. Azan aytgandan keyin biroq Abu Hanifa imom aytgan sünnet farz tezroq o'qib oladigan-da. O'shaning uchun biz azandan keyin darrov farz o'qiymiz-da. Biroq bizni mazhab bo'yicha aytganda, agar qaysi bir yerda azan aytgandan keyin ertaroq sünnet o'qishga vaqt bor bo'lsa, anda o'qisanglar durust. Ankeni qomat bizni qo'lda emas-da, bular Hanbali mazhab bo'yicha. Ahli sunna va Hanbali mazhab bo'yicha uchun azandan agar vaqt bo'lsa, ertaroq sünnet o'qisak bo'laveradi. Ankeni payg'ambar vasiyatlarida keladi-da. Ana biz ata sünnetga vaqt bo'lsa, o'tirib kech qolib o'tirib sham makruh bo'lib qolmasin degan uchun ertaroq o'qiymiz-da. Agar de mümkünçülük olsa, misal için bo'laveradi. Значит, mümkünçülük olsa bo'laveradi. Azandan keyin qiladan keyin namoz o'qib. O anda bo'laveradi. Sham vaqti qancha vaqt bo'ladi? Tutangacha? Tutangacha sham bo'ladi. O bir kechga qolsa makruh bo'laveradi-da. Ertaroq o'qilgan yaxshiroq. Shamdan bir saat arayandira uzat turadi, sham bor. Ova. Shamdan oldin azanda sham bo'ladi. Shamdan oldin qazo namoz o'qilmaydi. Haqda? Shamdan oldin qazo namoz o'qisa bo'ladimi? Jarayveradi. Qazo namozga gün chiqib atganda, gün batib atganda, gün chaq tushdi bo'lmaydi-da. Agar o'sha gün chiqib atgan, gün batib atgan vaqt bu degan 5-6 minut bo'ladi. O'sha vaqtda bo'ladi. Aqallan vaqtda jarayveradi. Asıqdan keyin namoz o'qib. Nafil bo'lmaydi, qazo bo'laveradi. Qazo bo'ladi. Nafil bo'ladi, makruh bo'ladi. Qazo namoz jarayveradi. Asrdan oxirgi vaqti qaysi vaqt bo'ladi? Sham nasib bo'ladi. Sham nazarni tutgan asr duo boshlanganda Kun o'tirganga cheyin deb qo'yibdi. o'sha kun o'tirganda imtidda. Shamda o'sha kun o'tirgandan keyin Yo'q, shamdan vaqt, asrdan vaqt bitganda shamdan vaqt boshlanadi degan so'z. O'rtasida arasida vaqt bor. Bir gana ayrim vaqt bor, bu bag'imda peshin o'rtasi. Bag'imdan vaqt chiqadi, peshin vaqt kirib, yana peshin vaqt kiradi-da. Bo'lsa peshin bitir bilan asr kiradi, asr bitir bilan sham kiradi, sham bitir bilan qutdan bitir bilan bag'imda kiradi-da. Bag'imda bilan peshinning o'rtasida gana ajrim vaqt bor. Qolgan joyda ajrim vaqt yo'q. O'shaga men jana azanga biz Nasatbeyjanning azani bor jana kalendar. O'shayga kirgizib aytgani adamlar shuni kede vaqtlarda nitoqil bo'lishadi. O'shaga soat taqbilsin deb o'shani ko'p ma'ni beradi o'shani. O'shaga o'ta ma'ni berish kerak soat vaqtda. Adamlar ilgari ilmda bo'ladi, kunda qarab bil chazib biz beradi-da. Az bilmaydi kunda qarab, o'shaning soatga qarab qadar bo'lib qoldi. biz shamga cheyingi namozda qazo bo'lib qoldi endi-da. Shamga cheyingi. Ana sham o'qish kerak. O'zi qator bilan o'qiladi, o'zi qanday o'qiladi? Qator bilan o'qilgan tartibi bor. Agar odam umrida namoz taqir qazo bo'lsa, 5ga cheyingina namoz qazo bo'lsa, 1 namoz, 2, 3, 4, 5 namoz, 6 namoz o'tib bo'lsa, anda tartibini o'qish kerak. Misal uchun siz hech qazo qilgan emassiz, misal uchun bir odam 5 marta degan. Ana o'sha kuni peshin o'qilmay qoldi, asr o'qilmay qoldi, sham duo girib qoldi. Bu shamda o'qib turadi. Sham duo girdi, peshinni qazosini o'qiydi, asrni qazosini o'qiydi, keyin shamni o'zini o'qiydi. Biroq janag'day shamni duo girganda shamga chiqib qolib bordi-da. Shamni etagida 5 minut qolgan bo'lsa, shamni duo chiqib ketib qo'rqinch bo'lsa, anda shamda o'qiydi, peshin masojda o'qiydi. Agar vaqt chiqib ketib qo'rqinch yo'q bo'lsa, qazo bo'lgan namozlar 5 dan az bo'lsa, anda o'sha qazo bo'lib o'qib oladi. Biroq qazo bo'lgan namozlar ko'p, misol 1 yilda qazosi bor-da. Yo'q, Allah shamda o'qib qoldi, keyin qazosini o'qiyveradi. Bunu eme sahibi tartib deb qo'ydi, tartibesiz deb qo'ydi. Aytgan bularga qazoni birinchi o'qigandan keyin o'qish kerak. Agarda 5 malga yetmasa, 6 malga yetib qo'yasiz. Bayağı shamdan keyin hadis mazmunda keladi-ku, 4 rakat namoz o'qiladi debchi. Je 6 rakat namoz o'qiladi degan bor-ku. O'shoni sunnat bilan qo'shilib 6 bo'lish kerakmi? Je sunnatdan sirtqar 6. Sirtqar. Sunnatdan sirtqar 6 bo'lish kerak-a? Avvabin namoz. 4-6 o'qiyveradi. Sunnatdan sirtqar. Sunnatdan sirtqar 6 bo'lish kerak-a? Ova.